Chilonzor C kvartalida juda ham chiroyli uy. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim. 110 kvadratli xonadonimizni obzor qilishga keldim. Marhamat, ko'rib o'zingizlar baho berasiz. Yangi remontdan chiqqan azizlar, o'zingizlar ko'rib, metallari, detallariga juda ham ahamiyat berasizlar. Koridorimizni kattaligiga alohida ahamiyat bering. Juda ham katta koridor. Shundoq qayilganda dushavay kabina bilan sanuzulimiz, rakovinalarimiz joylashgan. Chap qo'l tarafda spalni joylashgan. Marhamat, kiring operator, men ko'rsatib o'taman. Prostorniy spalnimiz bo'ladi. Juda ham chiroyli, ranglari bir-biriga kombinatsiya qilingan parda bilan. Bu yerda sanuzul bilan vannamiz joylashgan. Yurib kelganingizda o'ng qo'l tarafimizda nima bilasizmi? Keling. Daran ayollarimiz yaxshi ko'rib, ovqatlarini mana qasda, ayniqsa menga o'xshagan ayollar bor, ovqat qilishni umuman yomon ko'raman. Faqat dastavka degan joylardan. Bu albatta hazil. Qani, mana shunaqa oshxonangiz bo'lsa, juda ham chiroyli qarang. Ranglarni bir-biriga juda ham kombinatsiya ranglar. Ikkita muzlatgichimiz. Mana. Bittasi мясной ассорти, bittasi neydi? Fruktoviy asorti. Shunaqa. Hurmatli kuzatuvchilar, bu domimiz eng qiziq manzilini aytib o'taman, orientirini. Shundan metro Ulug'bekka oldida. Bu yerda esa hokimiyat, Chilonzor hokimiyati. Yana nima orientir aytsam, orientir juda ham ko'p bu yerda. Qulayliklari zo'r. Metro Chilonzor, metro Ulug'bekning o'rtasida joylashgan. Bu shinamgina novostroykamiz. Охранный zonalari bilan bemalol mashinani ham, bolalarni ham anaqa qilishingiz mumkin. Juda ham qulayliklari ko'p. Gapiraversam, gapimiz tugamaydi, operator. Yana nima deysizga?